Söyümlük balalar, imanның 6 şartının birincisi Allah'a iman etiş. Yani Allah'ның bir işkenliki, fakat Allah kılı ibadet kılındıganlıkıga işiniş. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, bu koinotning bir yaratquchisi bor. Koinot va biz Janobi Allohning kuzatishi ostida turyapmiz. Hamma narsa uning amr farmoni bilan mavjudligini davomlashtiradi. Balalar, imanning ikkinchi sharti kitoblarga iman etish. Alloh taolo insonlarni egisiz tashlab qo'ymadi. Bu dunyo imtihon maydoni. Allah Teala insanlarını dünyada vaqtliq, huzur içinde yaşasın, ahirette cehennemden qutulup cennetke kirsin deb bir din evetti. Dinning emir fermanları vahiy yazılganını kitap deymiz. Kitap bir umumi isim. Kitap deyilse insanның ahliga kitap keladi. Kitaplar deyilse to'rt cho'ng kitapni ishorat qiladi. İnsanlarning yozgan kitoblari yozuvchining ismi yoki boshqa bir nom bilan atiladi. Masalan, İmam-ı Azamning ilm holi yoki arabcha darslik kitobi degandek. Bir yerda kitob ismi tilga ilinsa va kitobning konkret ismini aytmasa, bu muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimni ko'rsatadi. Masalan, kitob bilan qasam qilaman. Kitobda o'rni yo'q yoki kitap nima deydi qatorliq jumlalardagi kitap Qur'onni ko'rsatadi. Endi imonning 6 shartining 3-chisi bo'lgan farishtalarga iymon etishni eslab o'taylik. Alloh taolo ko'zimiz ko'rolmaydigan boshqa mavjudotlarni yaratgan. Bulardan biri farishtalar. Farishtalar insonlar qilolmaydigan ba'zi ishlarni qilish uchun xizmat qiladigan mavjudotlar. Ammo farishtalarni Allohning yordamchisi, qizlari yoki o'g'illari desak bo'lmaydi. Chunki Alloh taolaning yordamchisi yo'q. Farishtalar bizga o'xshash Alloh taolaning bandasi. Balalar, ba'zi kitoblarda farishtalarni qanotli qiz deb bayon qiladi. Bu xato. Chunki farishtalarning jinsi ayrimisi yo'q. Sagak bo'lib, undaq yolg'on, o'ydirma fikrlarga ishonmanglar. Bo'lmasa imanımız xatar ostida qoladi. Allah bizni qo'g'dasin. Do'stlar, imanning 4-sharti payg'ambarlarga iman etish. Allah Taala insonlarning ichidan pokiz, aqlli, durust bo'lganlarni tanlab, insoniyatga payg'ambar qilib avatgan. Allah Taala insonlarga farishtalarni emas, insonlarni payg'ambar qilgan. Shuni hargiz unutmanglar. Payg'ambarlarmi bizga va sizlarga o'xshashli inson. Ularni bizden üstün qilg'ini Allah Taalaning iroda qilg'inidek cho'ng xatolikları bo'lmaganligi. Allah tarafidan insonlarga yetakchi qilib tayinlanganligidir. Mana bu ularning bizden ortiq tarafi. Allah xolisa hammanglar inson va jinlarning yo'lboshchisi Muhammad alayhissalomning ummatiga loyiq ishlarni qilarsizlar. Mənmu imanның 5-ci şərti ahiretki iman etişini təkrarlab ötümən. O, hayatның faqat bu dünya bilən çəklik əməsligiga, ölümның bir ahirləşiş bolmasdan bir başlanış işkənligiga, ölümdən keyin bir aləmның buladiganlıqıga, bu aləmның ahiret deyildiganlıqıga iman etiş deganlik. Ahiretdə insanlarning bu dünyada qılğan etkenlərinin hesabı sorulur. Məzlumның haqqı zalimdən elinidi. İnsanның bu dünyada əməlgə aşırılmağan oy xiyalları o yerdə əməlgə aşıdı. İnsanның bu dünyada arzu qılıb erişəlməyən həmmə nərsisi cənnətdə berildi. Şoňa insanlar arzu qılğanlıqı həmmə nərsi berildiğan cənnətə kiriş üçün tirişişi. Bu dünyanın ötkünçü nazu nimetlərinə aldanmaslığı gerek. Oylap yıqanlar, ahiret bolmasa, əskilər cəzasıga, yaxshilar mukofotiga qandaqmi erishadi? Bizga iman nisib qilgan ulug' Alloh taologa cheksiz shukrlar bo'lsin. Suyimlik balalar, aslab o'tadigan bo'lsak, imonning 6-sharti taqdirga iman etish. Allah tönögün yoki ata nima bo'lganligini oldin bilgachga, hamma ishni taqdir qilib bir kitobga yozgan. Yana İnsanlarning beshiga kelgan yaxshi, yomon ishlarning faqat Allohdan kelganligiga,
Allah'tan başqa hech kimning Allohning ruxsatisiz boshqalarga yaxshilik yoki yomonlik qila olmaydiganligiga ishonish kerak. Beshimizga kelgan balo qazoning Allohdan kelganligiga ishonib, buningga sabr toqat qilgan taqdirda Alloh taoloning mukofotlaydiganligiga ishonishimiz, Allohga isyon qilmasligimiz kerak. Allah Taala her insonga adil muomala qiladi. Biriga boylik berib, salomatlik bermaydi. Biriga salomatlik berib, kambag'al qiladi. Ba'zilar kasal, ammo baxtlik. Ba'zisi boy, sog'lom, ammo xotirjam emas. Buning misoli günümüzdeki bazı baylarının farzandlarining o'zini o'ltirib olishi, heroin chekishi qatorliqlar. Demakki, boy bo'lish, baxtlik bo'lish uchun yetarlik emas. Shunga Alloh taoloning bizga bergan hamma narsasiga rozi bo'lishimiz, uningga rahmat aytishimiz, boshqalarga hasad qilmasligimiz kerak. Qilgan yaxshi ishlarningmi Alloh taoloning ruxsati, taqdiri bilan bo'ladiganligini unutmasligimiz, yaxshi ishlar bilan mag'rurlanmasligimiz, boshqalarga ko'z qilmasligimiz lozim. Do'stlar, shuning bilan iymonning shartlarini o'rgangan bo'ldinglar. Sabr toqat bilan anglag'ininglar uchun rahmat. Biz sizga rahmat aytamiz. Rahmat apandim. Allah razı bo'lsin. Rahmat sizga. Arzimaydi. Do'stlar, bu ma'lumotlarni o'rganib qo'yishla muhim emas, balki uni hayotimizga tatbiqlash texmi muhim. Dodo, men bu do'stlarim bilan birga ko'k ko'lga berib o'ynab kelsam bo'lamdi? Bo'ladi, ammo qorong'i tushishdan burun qaytib kelarsan, o'g'lim. Qarang'i tushib kelsa nima bo'ladiki? Suyimlik payg'ambarimiz namoz shamga azon o'qilishdan burun xonim qizlar va bolalarning uyda bo'lishini buyurgan. Agar payg'ambarimiz buyurgan bo'lsa, biz uchun foydali. Ma'qul dada, qarang'i tushishdan burun cho'qim uyga kelib bo'laman.